Kapot, rostdan ham ishonching komilmi biz bilan bormaslikka? Albatta qishloqlar, qaranglar, meni ishlarim juda ko'p, ekinlarimga ham qarashim kerak. Kapot, sandan yana bir bor so'raymiz. Davay ketdik, biz parklarga borib maza qilib sayohat qilib kelamiz. Yur Kapot. Yo'q, qishloqlar. Undan tashqari qishloqqa ham kimdir qarash kerak-ku. Hamma ketib qolyapti. Men qolganim yaxshiroq bo'ladi qishloqlar. Unda mayli bo'lmasa, o'zing bilasan Kapot. Bo'pti, bo'lmasa bizlar ketdik Kapot. Okey, bo'pti qishloqlar, yaxshi borib kelinglar. Men tezroq uyga borishim kerak. Xo'sh, barchaga salom. Sizlar bilan men Kapot va meni yangina videomga xush kelibsizlar obunachilar. Hozir qishloqlar dam olishga ketishdi, maza qilib sayohat qilib kelishga. Men bormadim chunki bugun ishlarim juda ham ko'p. Siz tezroq kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosib qo'ying. Sizga qaysi YouTuber yoqadi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Davay bo'lmasa bizlar o'z ishlarimizni qilishda davom etamiz obunachilar. Men ekinlarimga qarashim kerak. Birinchi mana bu mategani olaman va mana bu ekinlarni, xo'sh, kartoshkani olamiz. Bo'ldi, ajoyib obunachilar. Davay endi tezroq ekinlarga qarashim kerak. To'xtanglar, mana bu nima bo'ldi? Tushunmayapman obunachilar, mana bu nima bo'ldi? Tushunursan obunachilar. Men o'zimdamanmi obunachilar? Yo'qmi, ana bu nima bo'ldi? Ulkan chuqur ko'ryapsizlarmi? Qayerdan kelib qoldi? Obunachilar, qaranglar mana bu chuqurni. Qayerdan kelib qoldi bu chuqur obunachilar? Hozirgina yo'q edi-ku. Tushunursin obunachilar, mana bu chuqur qayerdan kelib qoldi? Hozirgina men uyga kirdim. Hali 5 minut ham bo'lmadi, 1 minut ham bo'lmadi hali obunachilar. Birdan mana bu chuqur o'zidan o'zi paydo bo'lib qoldi obunachilar. Kimdir menga tushuntirib beradimi bu sanduqli chuqur qayerdan kelib qolganini? Xo'sh, tushib boraylikchi yoki nima bu, tuzoqmi? Yo'q, menimcha tuzoq bo'lmasa kerak obunachilar. Yana ham bilmadim. O'rtasida juda katta sanduq turibdi obunachilar. Mana bu yerda sanduqlar juda ko'p. Qaranglar buni sanduqlarni ko'pligini. Xo'sh, bu yerda oddiy bitta cho'p bor ekan obunachilar. Mayli, bittagina cho'p chiqdi buni ichidan. Yaxshi, mayli, bizga bu kerak emas bu cho'p. Taylab yuboramiz obunachilar yoki olamizmi? Mayli, qo'limda turaversin-chi obunachilar. Balkim sanduqlarning ichida narsalar bordir, ochib ko'raylikchi. Mana bu narsa nima bo'ldi? Bu ekinlarga, gullarga suv quyadigan narsa-ku. Yaxshi, ajoyib obunachilar. Demak bu sanduqlarda narsalar bor edi. Men shunday tushunyapman. Narsalar bor, hammasini olib chiqishim mumkin bo'lmasam, hech qanday tuzoq bo'lmasligi ham mumkin bu obunachilar. Bu yerda tort obunachilar, ajoyib olmali tort ekan. Buncha shirin bo'lmasam obunachilar mazza qilib yeb oldim. Siz tezroq kanalimga obuna bo'ling, tezroq videomga like bosib qo'yinglar obunachilar. Davay tezroq like bosib qo'yinglar. Axir men tezroq birga bo'lishim kerak. Haligacha birga bo'lmadim obunachilar. Shuning uchun tezroq obuna bo'lishni maslahat beraman. Xo'sh, bizlar hozir adashmasam 3 tasini ochdikmi obunachilar? Birinchisida mana bu cho'p chiqdi, ikkinchisida mana bu suv quyadigan narsa, uchinchisidan tort chiqdi va endi men 4-sanduqni ochishim kerak. Davay mana shunday qilib galma-galdan ochib ketishni boshlaymiz. Bu nima bo'ldi? Qiziq obunachilar, samolyotmi bu? Hozir qo'yib ko'ramiz. Obunachilar, mana bu yerda samolyotmi? Yo'qmi, qaranglar, qana qo'yib ko'raylikchi. Rostdan ham mana bu yerda samolyot obunachilar. Buni ko'miri ham bor ekan, yoqilg'isi obunachilar. Davay yoqilg'ini qo'yamiz qani. Samolyotni yuraklari ham bor ekan. Qani uchib ko'ramiz. Buncha zo'r bo'lmasa obunachilar, buni qaranglar. Men uchyapman, lekin juda sekin. Mayli, baribir ham uchyapman-ku, nima farqi bor? Juda ajoyib ekan bu samolyot obunachilar. Sizlarga yoqdimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Nima? Yo'q, qullayapman. Yo'q. Obunachilar, yaxshi tushib oldim. Samolyotim bu tarafga qulab ketdi. Mayli,
lekin menga yoqdi bu samolyot. Sizga ham yoqdimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Hozir biz 4-sini ochdik, endi 5-sini ochishimiz kerak obunachilar. Buni ochdik. Davay endi mana shu 5-qatorni ochishimiz kerak bironta sanduqni obunachilar. Menga yoqyapti obunachilar bu. Menimcha tizog emas. Xo'sh, bu nima bo'ldi endi? Arvami bu? Obunachilar bu otlik arvaki, wow, ajoyib. Meni endi otlik arvam bor, lekin bu soxta ot ekan, haqiqiy otmas ekan obunachilar. Otni oyog'ini tagida g'ildirak bormi? Yana ham bilmadim obunachilar, lekin bu haqiqiy ot emas, lekin menga bu yoqdi obunachilar. Let's go obunachilar. Sizga ham yoqdimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Bo'ldi, yetarli. Tushamiz bundan. Davay bizlar 5-sini ochdik, keyingi navbat 6-siga obunachilar. 6-qatorni sanduqini ochishimiz kerak endi. Davay, let's go. Men juda ham qiziqyapman. Qani 6-qatordan nimalar chiqargan? Sizlarga ham qiziqmi? Davay, qiziq bo'lsa ochib ko'ramiz. 3, 4, 5 va 6 obunachilar. 6-qatorni ochib ko'ramiz. Xo'sh, mana bu nima? Oltin ranglik. Nima bu? Wow! Obunachilar, hozir nima bo'ldi? Jin ursin, tushunmay qoldim. Hozir chaqmoq chaqdimi? Yo'q, meni otli arvamku. Yo'q, bo'ldi. Hozir yonib ketasiz edim. Bu soxta ot bo'lsa ham. Qaranglar obunachilar, menda Herobrine narsasi bormi? Yana ham bilmadim, chaqmoqni boshqara olyapman obunachilar. Qayerga bo'lsam o'sha yerda chaqmoq chaqyapti. Nomayli, menga juda ham yoqdi bu narsa obunachilar. Davay endi 7-qatorni ochamiz obunachilar. Let's go. Xo'sh, davay endi 7-qatorni ochamiz. 6-qatorni ochdik. Xo'sh, obunachilar, bu yangi narsa menga juda yoqdi, lekin qaranglar, mana bu yerda qanday narsalar bor. Va oxirida juda katta sanduq turibdi, qaranglar. Buni ichida nima bor? Mayli, oxirida ochib ko'ramiz. Davay mana buni ochaylik. Bu jackpack obunachilar. Men tepaga ucholaman. Menga bu narsa juda yoqadi obunachilar. Xoylo samolyoti mana bu yerda butun turibdi ekan. Mayli, mana bu jackpack menga yoqdi obunachilar juda ham. Sizga ham yoqdimi? Men uchishni yaxshi ko'raman. Men bu narsa ekan obunachilar. Ajoyib. Xo'sh, sekingina tushib olamiz. Yaxshi, sekinroq tushib oldik obunachilar. Ajoyib. Xo'sh, endi qaysi sanduqni ochib ko'rsam ekan? Menga yoqyapti. Ajoyib narsalar chiqyapti obunachilar. Davay mana bu jackpackni yechib qo'yamiz. Bu endi bizga kerak emas. Xo'sh, mana shuni ochib ko'raylikchi. Mana bu qanday noyob tosh bo'ldi obunachilar. Qandaydir noyob tosh. Yana bitta obunachilar. 2ta noyob, 3ta noyob toshlar obunachilar. Mana bu yerda qandaydir toshlar bor ekan. Mana bu qatorda polni qandaydir toshlar bor ekan obunachilar. Qizil olmos obunachilar. Jin ajoyib. Kamalakli obunachilar, kamalakli temirmi bu? Nima bu? Olmos. Obunachilar, men olmos topdim. Mana bu qanday kristal bo'ldi? Nima? Kaint. Mana bu nima bo'ldi endi? Obunachilar, qani yana mana bu yerda ham magma bor ekan obunachilar. Bu qandaydir tosh obunachilar, magma toshi. Ajoyib. Xo'sh, bo'ldi. Barchasini ochib bo'ldim. Men mana bu yerda qandaydir toshlarni yig'dim obunachilar. Buni ishlatib ko'rish kerak, lekin qanday ishlatadi? Men umuman bilmayman obunachilar. Mana bu yerga qo'yib qo'yaylik bu toshlarni. Nimagadir kerak bo'ladi, aniq bilaman men obunachilar. Nimagadir aniq va tiniq kerak bo'ladi bu narsa. Bu nima bo'ldi bu narsa bizga hozircha kerak emas. Mayli obunachilar, davay keyingi sanduqni ochib ko'ramiz. Siz tezroq kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosing. Mana bu yerdagi sanduqlarni birini ochib ko'ramiz obunachilar. Mana bu eng oxirdagi kattasi meni juda qiziqtiryapti-da obunachilar. Ichida nima bor ekan? Davay mana buni ochib ko'ramiz. Mana bu narsalar nima bo'ldi? Mana bu parashyutligini bildim, lekin mana bu qandaydir qurilma ekan obunachilar. Qandaydir uymi nimadir chiqadi buni qursak obunachilar. Qandaydir chiroyli uy chiqsa obunachilar, bilmadim. Yana ham qandaydir uy chiqadi, shunday deb yozilgan. Xo'sh, ana bizib ko'raylikchi. Uy chiqdi obunachilar. Menimcha bu boylarni uyi obunachilar. Stop. Nimaga bu haligacha to'xtamayapti? Qaranglar buni qurilib ketganini, jin ursin.
Yo, buni uzunligini qaranglar, buncha baland bo'lmasa mana bu bino. Tushunursin, bizni qishlog'imizdan ham obunachilar, men nimalar deyapman, hozir ko'ryapsizlarmi? Buncha uzun bo'lmasa mana bu bino. Davay ichiga kirib ko'ramiz, eng oxirisiga chiqib ko'ramiz. Buni ichi bo'm-bo'sh ekan, obunachilar, faqat fonarlar qo'yilgan. Mayli, bizlar tezroq oxirgisiga chiqishimiz kerak, obunachilar. Bir amallab chiqib oldim. Ajoyib obunachilar, lekin juda charchab ketdim, oyoqlarim og'ridi. Bu binoni davomi bor, lekin bloklar yetmagan. Balkim shudir oxirgisi, yana ham bilmadim, lekin buni qaranglar, juda baland. Qaranglar, men juda balandda turibman. Hozir men parashyutda sakrayman, obunachilar, shu yerda. Menga juda yoqyapti bu obunachilar. Hozir men parashyut bilan sakrasam juda ajoyib bo'ladi. 1 2 3 let's go. Hozir men parashyutni ochaman, nimaga ochilmayapti? Yo'q. Obunachilar, jin ursin. Oyog'im ichimga kirib ketdi, obunachilar, jin ursin, parashyutim ishlamadi, jin ursin. Mayli, obunachilar, o'zimizga kelaylik, lekin juda baland ekan bu obunachilar. Mayli, xo'sh, endi oxirgisini ochib ko'radigan vaqt keldi. Bularni barchasini ochib bo'ldik, endi oxirgisini ochadigan vaqt menimcha yetib keldi. Hamma qiziqadigan narsa shu eng katta sanduq. Davay ochdik. Nima? Tushunursin, buncha ko'p pullar bo'lmasa, obunachilar, bu yerda hammasi qimmatbaho narsalar. Bularni qaranglar, obunachilar. Tushunursin, kamallakli izbord, obunachilar, qaranglar, bunda qancha effektlar bor. Ushlaganimdan menda shuncha effektlar berdi. Yo'mayo, bu Minecraftdagi eng qimmatbaho tosh-ku, obunachilar. Mana bu uylardan qanchasini qursam bo'ladimi? Men boyib ketdim, xullas, obunachilar. Tushunursin, mana bu yerdagilarni qaranglar. Obunachilar, bularni hammasi meniki endi. Men juda ham xursandman. Qaranglar, mana bu yerda very like block bor ekan. Bundan ajoyib narsalar tushadi. Qandaydir ajoyib qilich tushdi. Bu qanday tosh bo'ldi, obunachilar? Xo'sh, buni qayergadir qo'yib ko'raylikchi. Xo'sh, bu dizayni zo'r ekan, lekin nima bu, obunachilar? Qani bosib ko'rdik. Nima ekan bu? Xo'sh, aylanyapti. Juda tez bo'ldi. Stop. Qandaydir yo'mayo, obunachilar, qandaydir ishton berdi, obunachilar. Biron mayli, kuchli bo'lsa kerak. Bu ham mana bu yerdagi pullarni qaranglar, ko'pligini. Menda shuncha pullar bor, obunachilar. Men eng boyiman Minecraftdagi, obunachilar. Lekin bu narsalarni menga kim qurdi? O'zidan o'zi paydo bo'lib qolmaydi-yu bu narsalar. Hayronman, qanday o'zidan o'zi paydo bo'lib qoldi. Ana bu uyni ham yo'q qilamiz, obunachilar. Bu katta uy bizga xalaqit beradi. Mayli, menga juda ham yoqdi, obunachilar. Siz tezroq kanalimga obuna bo'ling. Mana buni ochib ko'raylikchi. Xo'sh, bunda qandaydir ko'mir bor ekan, obunachilar. Ajoyib. Xullas, barchaga xayr. Sizlar bilan Kompot bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, obunachilar.